Assalomu alaykum azizlar. Yana bir bor sizlarni g'oyibona ko'rib turganimdan juda ham xursandman va bugun bizada 14-darsimiz individual yondashuv. Individual yondashuv bu nima degani? Bu degani har bir inson alohida bir shaxsda, alohida bir olam, alohida bir dunyo. Har bir insonga biza shaxsiy bir qalbiga yetish qanaqadir mahoratiga ega bo'lishimiz juda ham muhimda. Bilasizmi, individual yondashuv degani bu har bir insonda o'zini qarashlari har xil bo'ladi, dunyo qarashlari, o'zini ehtiyojlari har xil bo'ladi, xohishlari, kutuvlari har xil bo'ladi-da. Masalan, bitta mahsulotga har bir inson har xil qarashi mumkin-da. Даже agarda elementarniy bundoq olib qaraydigan bo'lsak, o'zimni misolimni sizlarga keltiraman tushunarli bo'lish uchun. Masalan, men umuman qora kiyim kiymayman. Menda har doim meni obrazlarim yorqin, такой спокойный tonlarda, ochiq ranglarni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin qora hech qil meni garderobimda umuman qora kiyim yo'q. Lekin agarda men narsa sotadigan bo'lsam, ayollar kiyimini ichida o'zimda ommaga qarasangiz, qora kiyimga talab juda ham ko'p. Bu degani, masalan, men qorani yaxshi ko'rmayman degani, boshqalar ham yaxshi ko'rmaydi degani emas. Ya'ni siz o'sha deylik, men qaysidir bir paytlar Instagramda sotuvni o'rgangan paytimda o'ylayapman-da, mana shu qora kiyimni qo'ymayman, faqat mana bunaqa yarki, yorqin kiyimlarni, ochiq ranglarni qo'yaman desam, lekin bundoq qarayapman, auditoriyada esa qora kiyimga talab juda ham ko'p. Shunda men nafaqat o'zimni xohishimga amal qilishim kerak, bu yerda boshqa insonlarning ham ehtiyojini ko'rib chiqishim kerak. Individual yondashuv deganda bu yerda albatta sizni har bitta mijozingiz his qilib turadi. Ya'ni nima uchun bu bizga muhim deydigan savolni o'zimizga beradigan bo'lsak, har bir mijoz sizni u bilan qiziqayotganingizni, u sizga qadrli ekanligini his qilib turadi-da. Keyin unda ishonch paydo bo'ladi. Ya'ni, оказывается, men unga qiziq ekanman, u menga o'sha menga kerakli bo'lgan narsani amalga oshirib berar ekan, yetkazib bera olar ekan degan unda fikr tug'ilishi mumkin-da. Keyin bu narsa siz agarda mijozlarga individual yondashsangiz, bu sizni savdoyingizni osonlashtiradi. Chunki siz haqiqatdan har bir mijozni o'ziga yarasha ehtiyojini aniq уже bilvagan bo'lgan bo'lasiz-da. Bu yerda albatta sizda mana shu mijozlar yana qayta kelaverishi imkoniyati paydo bo'ladi. Chunki bir marta sotib olgan inson, agarda sizning mahsulotingiz unga yoqqan bo'lsa, siz unga kerakli darajada muomala qilgan bo'lsangiz, uni jalb qila olgan bo'lsangiz, sizda mana shu qayta keladigan mijozlaringiz soni ko'payib boraveradi. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, individual yondashuv ham 3 ta bosqichdan iborat. Ya'ni bu yerda tinglash, ehtiyojini aniqlash va unga yechim taklif qilish. Agarda biz mana shu 3 ta bosqichni amalga oshiradigan bo'lsak, bizda mijoz bilan albatta aloqa chuqurlashib boradi va shunda biz mahsulotni qiymatini yetkazib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, birinchi bosqichimiz tinglash. Ya'ni mijoz gapirayotganda hech qachon uni bo'lmang. Ba'zida biz hali mijoz gapirib bo'lmasdan, o'zining ehtiyojini, xohishlarini aytmasidan oldin sразу prezentatsiyaga o'tib ketamiz. Mahsulotimiz haqida gapirib, uni qanchalik zo'rligini, yaxshi ekanligini maqtashga o'tib ketamiz. Paytim bu yerda o'zingizni to'xtatishni o'rganing va yaxshilab mijozni, xohishlarini, ehtiyojlarini aniqlab, e'tiborli bo'lishingizni tavsiya qilaman.
va bu yerda albatta nafaqat uni gap so'zini balki his tuyg'ularni ham eshitishingiz juda ham muhim bo'ladi. Chunki qachonki siz mijozni o'sha his qilishni boshlasangiz, mijoz ham o'zini o'sha his qilinayotganini qanchalik kerakligini va muhimligini sezib turadi va albatta sizda mana shu mahsulotingizni sotishingizga imkoniyatingiz oshib boradi. Ikkinchi bosqich aniqlash. Ya'ni ba'zida siz даже tushunib turgan bo'lsangiz ham tushunmayotgandek o'zingizni ko'rsatib, siz uchun bu nima degani deb yana ham aniqlashtirishingiz mumkin. Yoki hozir sizni mana shu mahsulotni sotib olishingizda nima to'xtatib turibdi degan savollarni berib, qanchalik siz chuqurlashtirsangiz mana shu savolingizni, shuncha siz aniqroq javob olishga undaysiz mijozni va shunda aniqlaganingizdan keyin sizga ham sotish yana ham osonroq bo'ladi va bu orqali siz mijozning haqiqiy ehtiyojini anglab olishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi bosqich yechim taklif qilish. Ya'ni siz yechim taklif qilayotgan, siz berayotgan yechimingiz albatta mijozingizga mos kelishi kerak-da. Va shunda siz mijozingizga to'g'ridan to'g'ri aytishingiz mumkin. Mana shu sizni xohlayotgan ehtiyojingizga hozir mana shu variant mos keladi deb taklif berganingizdan keyin, chunki siz уже aniq bilasiz, uni ehtiyojini aniqlaganingizdan keyin, yaxshilab eshitganingizdan keyin, unga mana siz berayotgan variant to'g'ri kelayotganini siz aniq bilib tursangiz, shunda mijoz ham sizga уже rad javobini bera olmaydi. Agar hozir sizlarga misol keltiradigan bo'lsam, masalan deylik, siz kiyim sotayotgan bo'lsangiz, sizga mijoz aytishi mumkinki, yo'q, bu kiyimingiz hozir juda ham qimmat desa, siz aytishingiz mumkin. Siz mana shu mahsulotda nafaqat narxini, balkim sifatini ham olayotgan bo'lishingiz mumkin-da. Ya'ni o'sha materiali o'zgarmasligini, yuvsangiz kirishib ketmaydi, cho'zilib ketmaydi, rangi chiqmaydi, tam hibi mato nafas oldiradi, tanangizga juda ham badaningizga yoqimli bo'ladi deb siz mana shunaqa qiymatli berib, o'sha narxiga yarasha mahsulot ekanligini ularga ko'rsatib berishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi men sizlarga mana shu bugungi mavzuga, ya'ni individual yondashuv mavzusiga asoslangan amaliy mashq beraman, ammo lekin bu mashqda juftliklar ishlash kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingizga bitta partnyor tanlab oling, balkim bu yoningizdagi farzandingiz bo'ladimi yoki turmush o'rtog'ingiz bo'ladimi, bilmayman, yo kasbdoshingizmi. Xullas, bitta любой inson bilan siz bu mashqni amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni biringiz mana shu juftlikda mijoz bo'lasiz, biringiz esa sotuvchi va bir-biringizga mana shu sotish mahoratini shakllantirish uchun o'yin tarzida har xil ehtiyojlardan kelib chiqqan holatda sotuv jarayonini amalga oshirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'sha qanaqa e'tiroz bildiryapti-da, nima yoqmayapti mijozga, nima xohlayapti o'zi mijoz. Avvalambor mana shu etilgan etapma-etap tinglashda birinchi yaxshilab mijozingizni eshitib oling, keyin uni aniqlang-da, ya'ni savollar beraverib, detalni hamma narsani prям siz uchun nima bo'lsin, tushunarli bo'ladigan darajaga keltiradigan holatda savollar berib aniqlab olishingiz mumkin. Keyin aniqlaganingizdan keyin unga yechim berib ko'rishga harakat qiling. Yechim berganingizdan keyin ko'ring qanchalik sizda mijoz ha yoki yo'q javobini berib, sizni mahsulotingizni sotib olyapti yoki yo'q. Bilasizmi, yana shunaqa narsa borki, ya'ni mana shu sotuv mahoratini oshirishda bizada 100 marta birinchi yo'q javobini eshitib, biz shu narsaga ko'nikishimiz kerak. Потому что biz hayot davomida mana shu yo'q deyishdan juda ham qo'rqamiz, juda ham xohlamaymiz. Lekin siz agarda o'sha 100 marta yo'qni eshitsangiz, sizda o'sha ana bu normal holat ekan, hamma ham menga hid urmaydi degan ishonch hosil bo'ladi. Lekin baribir 100-chisida siz когда уже ichki holatingizda tinchlanib
tanlab bunga ko'nikkaningizdan keyin siz albatta ha javobini olasiz. Keyin mana shu juftlikda ishlaganingizdan keyin, ya'ni partnyoringiz bilan almashishingiz mumkin. Agar siz mijoz bo'lgan bo'lsangiz, sotuvchiga o'tasiz, sotuvchi esa mijozga o'tadi. Mana shuni mashq qilib trenirovka qilsangiz, siz ko'rasiz qanchalik sizda mana shu sotuv mahorati oshib borayotgani to'g'risida. Endi sizlarga uyga vazifa 2 nafar inson bilan aynan mana shunaqa sotuv mahoratini oshirish uchun muloqot qiling, suhbat quring va sotish jarayonini amalga oshiring va shunda mana shu aytib o'tilgan qoidalarga agarda rioya qilsangiz, siz asosiy ehtiyojini aniqlab olasiz va sotuvni amalga oshirishingiz mumkin. Shunda o'zingizga o'zingiz savol bering, qanchalik mana shu hozir ularga to'g'ri yondashdingizmi yoki yo'qmi? Shunda siz o'zingizdagi xato va kamchiliklarni bilib, keyingi yana agarda trenirovka qilishni davom etsangiz, siz mana shu xatolarga yo'l qo'ymaysiz degan umiddaman. Demak, bugungi darsimizdan xulosa shundan iboratki, siz qanchalik o'z mijozingizni tinglay olishingiz va uni his qila olish qobiliyatingiz kuchli bo'lsa, shuncha siz mijozingizga sotish mahoratingiz ham kuchayib boraveradi. Barchangizni keyingi darsda kutib qolaman. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.